Istanbul fathidagi bo'layotgan jangni agar haqiqiy shaklida taxmin qilishlikni orzu qilsangiz, albatta bu muzeyga kirishligingiz kerak ekan. Jonli ko'rayotganday bir hissiyot paydo bo'ldi, mashalloh. Ajoyib, osmoni bilan. O'sha kungi osmonlarni ham ko'rasiz, o'sha kungi jang maydonini ham ko'rasiz, aylanasiga. Mana qal'alarning oldidagi tinimsiz uravur savosoqlar. Mana bu qal'ani bu zambaraklar bilan urib yiqitgan davrlari, yiqitib ichkariga hujum boshlanib ketgan. Ajoyib hissiyot. Qal'aning ichiga hujum qilgan davr. O'qtin uchib kelib, mana bu guruhni yoqib yuborgan payti. Hatto muayyan bir vaqtlarda ovoz berar ekan. Juda ham kuchli ovozlar bilan jangda haqiqiy his qildirishlik uchun. Alloh. Va zambarakdan o'tib ketdi. Biz jangning ichiga kirib qoldik. Osmonni dahshat qo'ydilar.